Uyghur karizlarining haqiqiy egalari kim? Uyghur karizlari Uyghur xalqining o'zlari yashagan iqlim va tabiiy sharoitga mos holda elib borgan hayotlik izlanishining mahsuli. Shundaqla Uyghur xalqining aql parasitining javhiridir. Karizlar asosan Turpan va Qumul rayoniga tarqalgan bo'lib, o'l yig'in miqdori oz, yer osti suv jug'lanmasi bir qadar mo'l va yer shakli yontu bo'lishdek aloyliklardan foydalanib, quduqlarni o'zaro tutashtirish orqali yer osti suyini yer yuziga boshlab chiqishni maqsad qilgan yer osti qurilishi inshootidir. Kariz Uyg'ur xalqining tarixiy izlarining tinmalari bo'lib, bo'stonliq madaniyatining paydo bo'lishiga o'chmas to'kbilarni qo'shgan. Xitoy hukmronlari 19-asrning oxirgi chorkidan e'tiboran Uyg'ur diyorini Xitoyning bir qismiga, Uyg'ur madaniyatini Xitoy madaniyatining tarkibiy qismiga qo'shib tashlash uchun bir qator assimilyatsiya siyosatlarini yurgizib kelgan. Bularning ichida eng gavdalik bo'lganlari Uyg'urlarning til, tuproq, madaniyat va milliy axloq mezonlarini yo'qotib, ularni atalmış Junxo millatining bir parchasiga aylantirish strategiyasidir. Xitoy bu strategiya bo'yicha Sharqiy Turkiston tuproqlarining haqdor egalari bo'lgan Uyg'urlarning ajdodlari yaratgan madaniyat san'at meroslari va turli kashfiyot ixtirolarni yo'q chiqarib, tarixda Uyg'urlar vatanida barliqqa kelgan barliq madaniyat namunalarini Uyg'urlar bilan munosabatsiz. Bularni qandaqdir sirtdan ko'chib kelgan millatlar yaratgan yoki Xitoylarning ta'sir ko'rsatishi bilan maydonga kelgan degandek soxta yakunlarni bozorga selib kelmoqda. Buning tipik misollaridan biri Karizdan iborat Uyg'ur ajdodlari yaratgan yer osti suv inshooti qurilishidir. Kariz Uyg'urlarning uzoq tarixga ega suv inshoot madaniyatining yorqin namoyandasi. Tarixiy manbalar va arxeologiyalik tekshirishlar Karizning Turpan Qumul o'ymonliqida 2000 yildan ortiq tarixga ega ekanligini ko'rsatmoqda. Halbuki Xitoy hukumat tashviqotlari Karizni Saddichin sepili bilan birlikda Xitoyning qadimki uch cho'ng qurilishining biri deb davrang salmoqda. Xitoy Markaziy televiziya stansiyasi tarqatgan Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonluq Partikom tashviqot bo'limi mablag' selib ishlagan 60 qismliq Xinjiang haqida tarixiy bayon nomli hujjatli filmda Turpan Qumul o'ymonliqidagi karizlarning Xitoy o'rta tuzlanligidagi eriq o'stang va quduq qazish texnikasining ta'siri natijasida barliq kelganligi, uning Xitoy tarixidagi bir qancha qatimliq suv inshooti barpo qilish qurilishlarining davomiy ekanligini tashviq qilgan. Suvchilik ilmiy sohasidagi tadqiqotchilarning ilgari surishicha, tarixda Xitoyning ichki o'lkalarida barpo qilingan quduq va suv inshootlari asosliqi yer usti suyini boshlash va uningdan foydalanish uchun bo'lganligi ma'lum. Kariz bo'lsa tipik Ishki Osiyo qurg'oq rayonlariga xos suv inshooti bo'lib, u yer osti suyini yer yuziga boshlab chiqish va uningdan unumli foydalanishni maqsad qilgan suv qurilishi ekan. Amaliyotda bu ikki rayondagi suv qurilishlarining xarakteri tubdan farq qiladi ekan. Shunga Xitoy o'rta tuzlanligidagi quduq o'stanglarning qurg'oq rayon jo'g'rafiyasidagi Uyg'ur karizlari bilan mayli texnikalik qurilmasi yoki suvdan foydalanish tasavvuri jihatdan bo'lsin, hech qanday bog'lanishi yo'q ekan. Tadqiqotchilar amaliyotda Uyg'urlar vatanidagi karizlarning qurilma va jo'g'rafiyalik o'zgachilik jihatdan O'rta va G'arbiy Osiyo, jumladan qadimki Irondagi karizlar bilan ma'lum o'xshashlikqa ega ekanligini ilgari surdi. Kariz qadimdan tartibla Qumul Turpan o'ymonliqidagi Uyg'urlarning turmushi va madaniyatiga cho'nqur darajada singib kirgan yer osti suv inshooti qurilishi ham madaniyat qurilishidir. Uyg'ur diyorida elib berilgan geologiyalik va arxeologiyalik tekshirishlar, shundaqla bu jarayonda bayqalgan bir qism kariz qazish asboblari hamda uningga munosabatlik turmush buyumlari karizlarning kam deganda 2500 yillik tarixga ega ekanligini faktlari bilan ko'rsatib bermoqda. Uzun yil karizchilik tadqiqoti bilan shug'ullangan Turpan o'ymonliqidagi barliq karizlarning arxivini turg'izib chiqqan G'ofur Nuriddin apandi
o'zining Şinjan'dagi yer asti qurilishi Kariz nomli kitobida Uyg'ur karizlarining tarixi haqida bir qancha turlik asosni o'ttirg'a qo'ygan. U To'qson nahiyasining Ko'jayi rayonidan tepilgan qadimki qiyotash o'ymisiga tushirilgan tosh xaritada Karizning barliq tarkiblarini o'z ichiga olgan mukammal yer asti suv inshooti qurilmasining tasviriy aks ettirilganligini alohida ta'kidlab o'tadi. Uyg'ur arxeologlaridan Abduqayim Xo'ja bu haqda Şinjan madaniyati jurnalida e'lon qilingan maxsus temadagi maqolasida To'qsunning Ko'jayi tog'laridagi qiyotoshlarning yil davrining buningdan 2200 yildan 2700 yil ilgarigi davrga to'g'ri keladiganligini muayyanlashtirgan. Abdushukur Muhammad Emin Qadimki Markaziy Osiyo nomli kitobida Karizning Markaziy Osiyo qurg'oq rayon jo'grafiyasida yashovchi xalqlarning intayin muhim sug'urish usuli ekanligi, bu xil yer asti suyidan foydalanish texnikasining qadimki Sak qabilalarida xeli umumlashganligini qayd qilgan. Turpanqumul o'ymonliqida cho'ng tipdagi daryolar kamchil bo'lg'achqa, Tangri tog'laridan eqib keladigan fasllik eqinlar bu rayonning suvga bo'lgan ehtiyojini qondira olmaydi. Uning ustiga Turpanqumul o'ymonliqining jo'grafiyalik alohidaligi Tangri tog'larining tovanki etaklaridan boshlab tabiiy yontuluq bo'yicha toki o'ymonliqning markazidagi bo'stonliq rayonlarigacha so'ziladi. Bu hol bu rayonda kariz qo'lash texnikasidan foydalanib yer asti suyini yer yuziga boshlashga to'liq mos keladi. Shu sababdan Turpanqumul o'ymonliqi Uyg'ur diyoridagi karizlar eng markazlik to'plangan joy bo'lib qolgan edi. Karizning kashf qilinishini yolg'iz arxeologiyalik tepilmalar va yozma materiallardan izlashlar kifoya qilmaydi albatta. Chunki kariz yolg'iz yakka yagona holdagi suv inshooti qurilishi bo'lib qolmay, balki o'z navbatida yana insonlarning real turmushi bilan chambarchas bog'langan va ijtimoiylashgan bir folklor hodisasidir. Uzun yillik ishlab chiqarish amaliyoti jarayonida Uyg'ur xalqi orasida karizga munosabatlik diniy e'tiqod odatlari, murosimlar, parhizlar va xalq eg'iz adabiyotining turli shakllari borliqqa kelgan ham bugungacha davomlashib kelmoqda. Karizlarning nomlari rangarang bo'lib, yezi qishloqlardagi jo'grafiyalik aloyidliklar, tabiat hodislari, hayvonot, uchar qushlar, cholg'u asboblar, shu joyda yashagan kishilar, kariz setib olgan kishilar yoki kariz qazgan kishilarning ismi qatorliqlar bilan zish munosabatlik bo'lgan. Masalan, Turpandagi Dalan kariz, Emin Axun karizi, To'qqiz o'g'il karizi, Ochiq kariz, Dutar kariz, Do'ng kariz, Lamjin cho'ng kariz degandek kariz nomlari shuning jumlasidandir. Karizlarning bu xil aloyidliklari har qaysi yurtlarning etnografiyalik tarkiblarini tadqiq qilish, yer joy nomlarining yiltizini bilish yoki shiva dialektlar tadqiqotida muhim ahamiyatga ega. Kariz Uyg'ur xalqining kollektiv aql parosatining javhari bo'lib, uningga kuchli kollektivchanlik ruh singan. Karizdan iborat bu g'oyat zo'r suv inshooti kishilarni o'rtaq emgakka va o'rtaq manfaatlanishga da'vat qiladi. Kishilarni tabiatni qo'g'dashga, bo'stonliqlarni kengaytirishga va yurtdoshlar o'rtasidagi birlik ham mehr-muhabbatni kuchaytirishga undaydi. Kariz demak, tabiat bilan dialog qurish va tabiatning in'omlarini aql-farosatga tayanib bahramand bo'lish demakdir. Kariz demak, qurg'oq rayonlardagi bo'stonliqlarni qo'g'dash va hayotlik makonini kengaytirish demakdir. Kariz demak, ishki energiyasi kuchli bo'lgan bo'stonliq madaniyatni barpo qilish demakdir. Karizlar yana o'z navbatida Uyg'ur folklor madaniyatining intayin rangdor sahnasi bo'lib, Uyg'ur xalqida karizlarga oid hikoyatlar, qo'shoqlar, maqol tamsillar, idiomlar, yer joy nomlari, jamat laqamlari, shundaqla karizlarga doir bir yurish parhizlar borliqqa kelgan. Karizlarning Uyg'ur yozma adabiyotida ko'rilgan tarixi xeli uzun bo'lib, mashhur klassik asar Boburnoma
və Molla Musa Sayramining Tarihi Hamidi nomli əsərində karizga bo'lgan bayonlar uchraydi. Uyg'ur karizlari haqida uzun yil tadqiqot elib borgan Karizlar haqida Uyg'urlik mo'jizasi kariz, Turpan karizlarga yo'lchilik qatorliq kitoblarni yozgan turk tadqiqotchi Dursun Özden Efendi Uyg'urlarning buningdan 2500 yil burun taklimakan bo'ylari va turpan o'ymonligida to'rlashgan kariz sistemasini barpo qilganligini, karizlarning umumiy uzunligini qo'shib hisoblaganda 5000 kilometrdan eshib ketadiganligini ilgari surdi. Dursun Özden Efendi karizning tarixda bir madaniyat mo'jizasi, Uyg'urlik simvoli ekanligini, shundaqla uning Osiyo tarixida yangi bir sahifa ochganligini ta'kidlaydi. Xitoy yozarlari karizning Xitoy o'ttir tuzlanligiga bog'lanadigan suv inshooti ekanligini yillardan buyon tashviq qilib kelmoqda. Ular Xitoy yaqinqi zamon tarixida Abgun cheklagan dangliq amaldor Lin Zexuning Turpanda yerlik xalqqa kariz qezib, yer osti suyidan qandoq foydalanishni o'rgatganligi haqida bir qator safsatalarni bozorga selib kelmoqda. Lin Zexu Xitoy tarixida Abgun cheklash harakati qo'zg'agan vatanparvar qahramon deb ta'riflanadi. Uning Manching davrida Uyg'ur diyoriga surgun qilinganligi va 3 yil turganligi ma'lum. Lin Zexuning hayoti tasvirlangan Xitoycha kitoblar yoki uning o'zi yozgan tarjimahol kitobidami uning Uyg'ur diyorida suv qurilishi inshootiga qatnashib boqqanligi yoki kariz qazish qurilishiga boshlamchilik qilganligiga doir hech qanday bir fakt uchramaydi. Xitoy yozarlarining Turpan o'ymonligidagi Uyg'ur karizlarining ixtirosini 19-asrning o'ttirlarida Uyg'ur diyoriga surgun qilingan Xitoy amaldori Lin Zexuga bog'lishi zo'rlab tarix yaratishdan boshqa narsa emas, albatta. Bugungi kunda Turpan qo'mol o'ymonligining hayotlik buluqi bo'lib kelayotgan karizlar ig'ir darajada vayronchilikqa uchrab, yo'qolish xavfiga duch kelmoqda. Tok quduqlarining ko'plab qazilishi, klimat o'zgarishi, Xitoy doiralarining yetarlik darajada mablag' ajratmasligi va karizlarni qo'g'dash engining kamchil bo'lishi qatorliq sabablar tufaylidan karizlar qurib ketishga yuzlanmoqda. Erkin Osiyo radiosining 2017-yili karizlar haqida elib borgan naq maydon telefon ziyoratlari davomida yerlik doiralar Turpan o'ymonligidagi karizlarning 90%ning qurib ketish girdobiga berib qolganligini oshkorlagan. Mo'jizaviy kashfiyot karizlarning navbatdagi ejinishlik qismati kishini haqiqatanmi ma'yuslantirdi. Asrlar bo'yi Uyg'ur xalqini suv va hayotlik kapolati bilan ta'minlab kelgan karizlar navbatda oxirgi nafsida jon talashmoqda. Uyg'ur xalqida er o'lsa chiroq o'chidi, kariz o'lsa el ko'chidi degan hikmatlik maqol tamsil bor. Karizlarning taqdiri Uyg'ur xalqining o'z tuproqlariga bo'lgan andishisini, shundaqla bu zaminda barpo qilingan necha ming yillik terim madaniyati bilan bo'stonliq madaniyatining taqdiriga bo'lgan kuchlik cho'qonlarini ko'rsatib bermoqda.